Xo'p. Bizga kerak bo'ladigan kitobimiz Mudungur kitobimiz. Ya'ni bizga 51, 52, 53 va 54 signalarni yaxshi tushuntirib beradi. Asosan hozir biz 51, 52, 53 ni tushunib ketamiz, o'rganib ketamiz. Chunki 54 da ko'proq narsa o'rganishimiz kerak. Ham sizlar hozir boshlang'ich va o'rta daraja bo'lganlaring uchun 53 gacha o'rgataman. Chunki buni chog'ibda yurgan o'quvchilar ham yoza oladi, ishla oladi. Faqat ozgina so'z boyligi bilan grammatikalarni o'rganish kerak xolos. Tushunarlimi? Xo'p, Tushunarli. Xo'p. Birinchi bo'lim. Iltimos, mikrofonlarni o'chirib qo'yinglar. Savol so'ragan paytimda yoqasizlar. Hamma mikrofonni o'chirsin, shovqin keladi. Xo'p. Biz 51 sigida polnik sizlarga boshlang'ich darajadagi so'zlar tushadi. Sizlar birinchi bo'lib turib gapni mana shu matnchani nima deydi? O'zini nima deydi? Sarlavhasini topishinglar kerak. Ya'ni sarlavhani tarjima qilganinglardan keyin gap tarjima qilib ketamiz. Chodiya Hamnida. Nima edi Chodiya Hamnida? Taklif qilmoq. Qayergadir taklif qiladi. Demak, birorta maqsadini ifodalab beradi. Xo'p. Bizga uning uchun taklif qilganda yoki boshqa ma'nolarda keladigan reklamalarimiz bor. Ya'ni 51 sigida taklif qilish, reklama, SMSlar, xabarnomalar va emaillardan keladigan xabarlar uchun ishlatilar ekan. Va Gwango va Kongji. Nima edi Gwango? Yorubim. Gwango nima edi? Reklama. Kongji nima edi? Kongji. Qilmoqmidi? Kongji nima edi? Bildirishnomalar. Reklama bilan bildirishnomalar. Xo'p, mana aldadan allim yasalgan. Ko'pchilik budulnik deydi-da buni. Bildirishnoma hammasiga ketadi. Allim. Mana aldadan yasalgan. Alda, bilmoq, tushunmoq. Allim bo'lsa budulnik, bildirishnoma hammasiga ketadi. Eydo nima edi? Eydo niyat. Ya'ni o'zini niyatini aytadi. Ya'ni mana taklif qilmoqchiman deymiz-ku. O'shandagi niyatini bildiradi. Cho'gon. Cho'gonmi? Cho'gon. Kim biladi? Holat. Cho'gon, Sanxon, Kyongo bular hammasi holat. Ya'ni gap holatini, niyatini, xohishini, xabarlarini shu haqida bo'lar ekan. Mana param. Ki param nida degan grammatika o'tganmiz-a? Param degani xohish degani. Xohlamoq. Chongbo chekon. Nima chongbo chekon? Ya'ni kimgadir taqdim etilgan ma'lumotlar. Tushunarlimi? Bularning hammasi mana shu so'roqlarga javob beradi. Kronde, kreso, kronika, lekin shuning uchun, shunday sababli deb ketamiz-ku. O'sha ma'nolarda ishlatiladi. Xo'p, endi sizlar bilan bitta mikrofonni ochib o'qiymiz. Bitta gapdan yorib.
Birinchi gapni menga kim o'qib beradi? 14 ta o'quvchi bor ekan hozir. Kim o'qib beradi menga? Qaranglar, bo'pti, o'zim o'qiyman, o'zim tushuntirib beraman. 한달전에 이사를 했습니다. bir oy oldin ko'chib o'tgandim. 그동안 집안 정리를 하느라 바빴는데 이제 정리가 더 끝났습니다. u vaqt davomida 집안 정리 degani taxlamoq, ya'ni uyni taxlash. Uy ichini qaranglar. 집안 degani ko'pchilik so'z deb ketadi, tarjima qilmay ketadi. Chip uy, an icha, ya'ni uy ichini chongrihada degani taxlamoq degani, taxlash. Ya'ni tartibga keltiraman deb nirago grammatikasini yodlagansizlar, a? Nirago. Qilaman deb, ya'ni birorta narsani bahona qilib qo'yadi. Ya'ni uy ichini taxlayman deb band edim. Iyice endi hammasini tugatdim. Kресло shuning uchun chohi chebesa nan. Shuning uchun bizning uyimizga nima bo'ladi? Koreyada masalan yuribim, yangi uyga ko'chgandan keyin uy ko'rishga borishadi-da koreyslar. Mana masalan Toshkentga ko'chib kelgan paytimda koreyslar kelgan, uy ko'rgani kelgan. Aytmoqchi bo'lganim, koreyalarning urf-odati bu. Ya'ni uy ko'rgani boradi. Mana javobi yoki taklif qilmoqchiman, uyga taklif qilmoqchiman desak ham bo'ladi. Uy ko'rgani taklif qilmoqchiman desak ham bo'ladi. 집들이를 하려고 합니다. Tushunarlimi? Har doim sarlavhani tushunishimiz kerak. Chunki sarlavhani o'zidan ham javob olsa bo'ladi. 혹시 이번 주 qarang, endi sizlarga bitta sekret aytib ketaman. 이번 주 dedimi? Bu hafta bo'ladi. Bu haftada degandan keyin birorta vaqt aytish kerak. Birorta любой bir vaqtingizni yozib ketasiz shu yerga. Masalan, dushanba bo'lishi mumkin yoki to'yoil bo'lishi mumkin. любой vaqtingizni yozasiz. İbon chu dedimi? Demak, vaqt yozishingiz kerak bu yerga. 주말에는 다들 바쁘실 것 같아서 deyapti. Namoyish kunida bankka o'xshayapsiz deyapti. Demak, dam olish kunini yozmas ekanmiz. Jumalni yozmas ekanmiz. Dam olish kuni o'zidan olar ekan. Demak, dam olish kunigacha bo'lgan vaqtda oldinni yozar ekanmiz. Tushunarlimi? 그 전날 저녁이 6시로 집 왔는데 접속을 가능하신지 연락을 주시면 감사하겠습니다. Yani u kunda deyapti. Kechqurun. Ya'ni bular kechqurungi 6, obeddan keyin 2 deb har doim mana chon yo'q, chomshim o'sha gaplar bilan vaqt yozadi har doim koreyslar. Shunga e'tibor beramiz. Chonyoq, yo'soshiro, chibande, ya'ni uyga. Chamsoq, nima edi chamsoq? Chamsoq nima edi yoro'g'on? Hozir sizlarga kommentariy yozib qo'ying. Savollarni kommentariyga yozamiz. Chamsoq nima edi?
Tamsoq, qatnashmoq. Ya'ni nima desak bo'ladi? Xabarlashish desak ham bo'ladi. Qanaqa inji grammatikasini o'tgansizlar? Inji nima edi? Ya'ni uyga kelish bo'ladi. Uyga kela olasizmi? Xabar bering deyapti. Yo'g'ri. Tamsoq degani qatnashish degani. Qatnashishga, ya'ni kelishga imkoniyatingiz bo'lsa, albatta xabar bering deyapti. Rahmat deyapti oxirida. Xo'p, qaranglar. 금요일 저녁 6시에 시간이 되십니까? Juma kuni kechqurungi 6da vaqtingiz bo'ladimi? Har doim nima desam bo'ladi? 51 sigida simnida mimnida bilan tugatishingiz kerak. Chunki simnida mimnida bilan tugatmasangiz siz javobingizni qabul qilmaydi. Tushunmaganlar bormi buni? Ya'ni yangi uyga ko'chib o'tgandan keyin uyga taklif qilyapti. Uy ko'rgani keling deyapti. Va o'zini mana bu vaqt sizga to'g'ri keladimi deyapti. Bilaman deyapti. Dam olish kuni band bo'ladi. Demak, dam olish kunidan oldin sizni chaqiraman deyapti. Endi biz o'tib ketamiz va sizlarga grammatikalarni tushuntirib berib ketaman. Bo'pti, buni ham tarjima qilib ketamiz. Xo'p. Mikrofonni yoqib qo'yganlar, yo'ribun. O'qiymiz. Kimdir menga o'qib, tarjima qilib bersin-chi, sizlarni bir tarjima qilishlarini ko'ray. Yigirma 27 ta o'quvchi o'tiribdi-da, bittang ham o'qimaysizlarmi? O'qiymiz. Xo'p. Mikrofonlarni Saronasim ochmabdilar. 여zo. 안녕하세요. 안녕하세요. Qaysi o'qiyli? Birinchini o'qiymiz. Shovqin qilmasdan o'qiymiz. Bitta odam mikrofonni ochib o'qisin, qolganlar yopib qo'ysin, chunki shovqin bo'lib ketishi mumkin. 제가 갑자기 이사를 İbbilete. Gel. Iltimos, mikrofoningizni o'chib qo'ying, shovqin kelyapti. O'qiymiz. 제가 갑자기 이사를 했습니다. Tarjima bilan birgalikda. Men to'satdan ko'chishim kerak bu. Kim o'qiyapti? Mikrofoningizni o'chirib qo'ying, iltimos. Shovqin bo'lyapti. Xo'p. Tarjima qilamiz. 제가 갑자기 이사를 가게 되었습니다. Men to'satdan ko'chishim kerak bo'lib qoldi. Ikkinchi gapni kim o'qib beradi? Mau,
Çeksanik in Mhm. kulege an kape nida. Mhm. Palli라고 합니다. Shuning uchun cheksang nima edi cheksang? Partani, ya'ni partani sotmoqchiman. Ko'chishim kerak bo'lib qoldi. Shuning uchun partalarni sotmoqchiman deb javob yozar ekanmiz. Undan oldin cheksang이 필요하신 분에게 아주 싼 값이 드리겠습니다. 연락 주십시오. Ya'ni xabar bering. Qaranglar. Bunda javob qo'yib qo'ygan, javobni yozib qo'ygan bu yerda. Qaranglar. Parta kerak bo'lgan, qaranglar, mana bu grammatikani ko'pchilik adashtiradi, o'tgan zamonda ishlatiladi. Ya'ni parta kerak bo'lgan odamga juda arzon narxga beraman. Xabar bering. Ko'chishim kerak bo'lib qoldi degandan keyin bu yerda javob yo'q, to'g'rimi? Keyingi gapga o'tamiz. Nimadirni sotadi. Partalarimni sotmoqchiman. Shuning uchun parta kerak bo'lgan odam menga xabar bersin, deyapti. O'sha yozgan odamni o'rniga o'zingizni qo'yib ko'rishingiz kerak, birinchi o'rinda. O'shandagina siz buni yoza olasiz. Tushunarlimi? Arzon narxga beraman, deyapti. Xabar bering. Xo'p. Keyingisini kim o'qib beradi ikkinchini? Men o'qisam. O'qiymiz. Kronde cheksangil won tashinan bunun çıkıp cheksangil kajigo kashuyo hamnida. Chega so pedare tirilsu nida. Ammo mendan o'sha partani to'g'ridan oladigan odam bo'lsa kelishi mumkin deyapti. Olib borib bera olmayman. Menda mashina yo'qligi sababli o'zi kelib to'g'ridan to'g'ri olish kerak. Mashinam yo'qligi uchun Olib borib bera olmayman deyapti. Mashina yo'q. Hozir yorubim 1 minut. Xo'p, nima dedi? Kronde cheksangil wonashin punin 직접을 책상을 가져가셔야 합니다. ya'ni lekin cheksangni xohlagan kishilarga to'g'ridan to'g'ri cheksangni nima qilaman dedi? Siz makaron Yorubim 1 minut internet ishlamay qolyapti-da.
Gap tarjimasi maqli. Xo'p, Wi-Fi'ga o'tkazdim. Ya'ni, lekin cheksangni xohlagan kishilarga to'g'ri degan. Chik-chop degani bevosita degan. To'g'ridan-to'g'ri desak ham bo'ladi. To'g'ridan-to'g'ri partani olib ketish kerak bo'ladi, deyapti. Kada. Ya'ni olib ketish kerak degan gap qo'shimiz kerak. Chunki bizani keyingi gapni ko'ramiz. Chega deyapti. Menda chaga obsoso. Ya'ni mashinam yo'qligi sababli pettare trilso obsimnida. Ya'ni dastavka qilib berolmayman, yetkazib berolmayman. Shuning uchun o'zi olib ketish kerak oladigan odamni deb yozishimiz kerak bu yerda. Tushunarlimi? Har doim bundan oldingi mana shu javobda oldingi va keyingi javoblarni o'qib turib topishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, 3-gapni kim o'qib beradi? O'qiyman. Sangil. Maqalsin. Cheksang'i sanji deyapti. Bu partani sotib oladigan desak ham bo'ladi. Buni qo'yib turamizda. Inyon siginan hechchiman kekthage gvallamhesa sekona tarimopsimnida kronika kokchomi mashpsha. Ya'ni xotiramaying deyapti. Endi 1 yil davomida to'g'on degan grammatikamiz bor. Davomida, ya'ni har doim vaqt bilan ishlaydi. 1 yil davomida foydalandim. Lekin tozaligi sababli, ya'ni toza bo'lib turibdi degan ma'noda aytyapti. Toza va yangi holatda hozir ham deyapti. Tarimi opta, ya'ni toza holatida farqi yo'q. Tarimi opta degan grammatika asosan. Tarim opta degan grammatika. So'z deb ketmanglar, yo'ribun. Ya'ni toza holati bilan bir xil. Shuning uchun kronika, shuning uchun xotiramang. Mana il nion pake antesmida. Kim menga shu gapni tarjima qilib bera oladi? Il nion pake antesmida. Kim tarjima qilib bera oladi? Alo. Eshitilyapti. Bir yildan tashqari ishlatmadim. Davomida ham ishlatmadim. Qizildagiga. Ya'ni olganimga 1 yil bo'ldi, foydalanayotganimga 1 yil bo'ldi dedi. Demak, unda 1 yil ham bo'lmadi deyapti, opa. yozishimiz kerak bo'ladi. Tushunarlimi? Yorubon 51 sigini tushunmaganlar bormi? Yangi qo'shilganlar mikrofonni ochib turibman hozirchalik. 51 sigini tushunmaganlar bormi? Opa, hozirda agi ham tushunmaylar deyapti. 1 yil davomida ham ishlatmadim deyapti. Qarang. Bo'lmadi ham.
Qarang, foydalanmadim degan gap ishlatmadi. Endi men sizlarga tushuntirib berib ketaman. Xo'p, elyon to'ng'a siginan hettiman. 1 yil davomida ishlatdim. Mana ishlatdim, lekin tozalikcha yangidek bo'lib turibdi deb turibdi. 1 yil ishlatgan, lekin eskirmagan u narsa. O'shani holatini aytib beryapti bizga hozir. Tushunarlimi? Yangidek turibdi. Sekona tarimobda. Yangidan farqi yo'q degan ma'noni bildiradi. Na tarimobda degani. Yangisidan farqi yo'q. Eskirmagan ma'noda kelyapti. Kim tushunmadi? Xo'p, endi bunga biza masalan grammatikalarni qo'yishni o'rganishimiz kerak. Ya'ni reklamalarda, boshqada ishlatiladigan reklamalarni, masalan, taklif qilmoq, shularni o'rganishimiz kerak bo'ladi. Sizlar bilgan grammatikalar. Biza buni ishlatishni o'rganib ketamiz. Ya'ni birorta maqsadi bo'lgan paytdagi grammatikalarimiz bor, maqsadimizni bildiruvchi. Qilmoqchiman, bajarmoqchiman, shunday deb o'ylayman. Meni fikrim shunaqa deymiz-ku. O'sha paytlarimizda Aryogo hamnidan yozsanglar, sizlarga 4-5 ballni beradi. Mana shu moqchoqda yozmoqchi bo'lsanglar 4-5 ballni beradi. Eng zo'r ishlatadigani mana shu Aryogo hamnida. Undan keyin ilka hamnida, el senga kimnida, yejongimnida, koja hamnida va el kehvi kimnida. Rejalashtiryapman. Mana shunday qilmoqchiman deymiz. O'sha paytlarda ishlasak bo'ladi. Xo'p. Param, ya'ni xohishini bildiruvchi grammatikalar. Eng yaxshisi ki paramnida, ya'ni kagosh bigi paramnida yoki ki paramnida ishlataveramiz. Grammatika yaxshi. Keyingisi, undan keyin men grammatikam yaxshi ball beradi. Ega to'yil got katsinida. Yaxshi deb o'ylayman. Ao chishpsho, ya'ni bu ham yaxshi. Berishingizni xohlayman. Masalan, birorta ish qilib bering deymiz-ku. Masalan, tort sotib olib berishingizni xohlayman. Yoki meni o'rnimga majlisga borib berishingizni xohlayman deymiz. Tushunarlimi? Ya'ni o'zini xohishini bildiradi. Kita degani hokazo va boshqa anaqalar uchun ishlasak bo'ladigan boshqa bir grammatikalar. Amyon nuguna elshilsu ismida. Ya'ni shi grammatikasini o'tganmiz, hurmat grammatikasi. Xo'p. Tarjima qilamiz. Amyon nuguna elshilsu ismida. Nima degani? Amyon nuguna nima edi? Yoribim, mikrofonlarni ochib qo'yganlar. Gapiringlar. Kimga yoki Elsu itta nima edi? Elsu itta qanday grammatika edi? Elsu itta. Ya'ni qila olmoq yoki qila olmaslik. Ya'ni qo'lidan birorta ish kelishi yoki kelmasligini bildiradi. Tushunarlimi?
Xo'p, yorobon. Ikkinchi ma'nosini hech bir sizlarga o'qituvchi o'rgatmaydi. Ya'ni, birorta ish qilish mumkin yoki mumkin emas. Masalan, bu xonaga kirish mumkin emas. Ilsu opsinida deb yozib qo'yadi. O'sha narsalarga e'tibor beramiz. Bitta grammatika o'rgandinglarmi? Hech bo'lmasa ChatGPTga yozasizlar-da, buni boshqacha ma'nolari bormi deb yozsanglar, sizlarga chiqarib beradi. O'sha grammatikani keyin ikkinchi o'rganmaydigan bo'lasizlar. Birinchi o'rganayotgan grammatikalaringni yana bir tahlil qilib ko'ringlar. Men o'rgangan paytimda bitta grammatika o'rgandimmi, o'shani yozib ko'rardim YouTube'ga-da. Buni boshqacha ma'nolari bormi deb o'sha paytini o'zida o'rganib ketardim. Eng zo'r yodlash grammatikani ham, lug'atni ham, boshqa narsalarni ham eng zo'ri sinonimi bilan yodlash. Ham siz yodlayotgan paytingizda hech qanaqa gadjetlardan foydalanmang. Masalan, yoningizda mana bu gadjetlar turmasin o'qiyotgan paytingizda. Sizning miyangiz faqat o'shanda bo'lib qoladi. Keyin lug'atlarni ham, grammatikalarni ham esingizda qolmaydi. O'shaning uchun yozib yodlaganinglarni maslahat beraman. Ko'proq yozib yodlanglar har bir narsani. Xo'p, Rayhonasi ham bor ekan. Rayhonasi ham iloji boricha o'quvchilarning mikrofonini ochib turing. Meni vaqtim shu bilan ketib qolyapti-da. Xo'p, biz 52 ni o'tishimiz kerak hozir. Sizlarga 52 ni zo'r strategiyasini o'rgataman. Ya'ni men 52 ni o'qiyotgan paytimda ko'p anaqa qiynalmaganman. 2-3 kunda eplab ketganman. Bilmagan lug'atlarimni yozganman. Даже menga domlam o'rgatgan strategiyani sizlarga o'rgataman. 52 da asosiy narsa nima desam bo'ladi? Xo'p. Grammatikalarni to'g'ri ishlata bilish bo'ladi. 52 da asosiy narsa o'sha bo'ladi. Grammatikani to'g'ri ishlata bilish. Ko'pchilik o'qiydi, lekin ma'nosini tushunmaydi. Bu narsa xato. Ya'ni siz bitta o'qiyotgan paytingizda bitta tushunishingiz kerak. Hech bo'lmasa, mana shu so'zni bilmaysiz, buni bilasiz. Bu so'zga qarab turib, buni topishni o'rganishingiz kerak. Qaranglar, biz buni o'qimadik. Yonhangil machinda ta'sirini o'tkazyapti. Nimadirlarni ta'sirini o'tkazyapti. Krona deb ketamiz. 52 da bilib qo'yinglar, mana shu krona, irohan, kronika, kreso degan bog'lovchilar sizlarga kalit so'z bo'ladi. Kalit so'z. Keyin mana irohan. Men shunday narsa o'rganganman, 52 juda ham oson bo'ladi. Mana shu irohandan keyingi keladigan so'zlar sizlarga kalit so'z bo'ladi har doim. Mana kronikalardan keyingi keladigan so'zlar ham sizlarga kalit so'z bo'ladi. Keyingi yoki oldingi so'zlar sizlarga kalit so'z bo'ladi. Hozir bitta gapdan o'qiymiz-da, tarjima qilamiz. Birinchi gapni kim o'qib beradi menga? Ben o'qiy. Inoqay. O'qing, bittadan o'qib ketamiz. Chimchanin aytilga cho'ganin yang michinini. Tarjima qilamiz. Tarjimasin. Xo'p. Chingchan degani maqtov degani, maqtamoq degani o'zi. Chingchan. Aydil, nima edi aydil? Bolalar. Yodashdim. Bolalar. Koyuk degani ta'lim degani. Ta'lim olishga bo'lib ketadi endi. Ta'lim olishga nima bo'ladi? Qinchonchoq.
Ya'ni pozitiv degani ijobiy pozitiv ta'sir ko'rsatyapti. Ya'ni maqtovga arzigulik bolalar ta'lim olishga pozitiv yondashyapti deb ketamiz. Ta'sir yaxshi bo'lyapti, pozitiv yondashyapti deb ketsak, yanada gapimiz to'liqroq bo'ladi. Tushunarlimi? Kirona, keyingini kim o'qib beradi? Assalomu alaykum. So'z men o'qisam. Bo'ladi, o'qing. Kirona, chani, biroq har doim so'z qo'shish kerak. Biroq chingchani nima deb ketdim? Maqtov har doim. Ya'ni maqtov har doim ham nimadirlarni nima qilmaydi. Bo'ldi. Uzun gap bo'lar ekan-a? Maqtov har doim ham demak biroq dedimi? Kirona biroq dedimi? Demak minus gap bo'ladi. Tushunarlimi? Minus gap kironadan keyin minus gap bo'ladi. Minus plus bilan ishlashni o'rganinglar. Hop. Biroq nimadir. Buni keyingi gapdan bilib olsak bo'lar ekan. Keyingi gapni kim o'qib beradi? O'qing. Nomu chaju, kamyon, uhira, chakyo, sengi, tuyta. Tez, maqtov. Ohiriya. Deyarli deb ketaveramiz. Deyarli 부장형이 생길 수 있습니다. Nima edi? 부장형. Bu ham ta'siri. Manba 영향ga 부장형 degani sinonim bo'lib ketadi. Shuning uchun ham sizlarga sinonim bilan yodlanglar deyman. Juda tez maqtov bo'laversa, deyarli ta'siri paydo bo'ladi. Bo'lishi ham mumkin deyapti. Mana, aytsa maqtaversa, mashina harakat qilishi ham mumkin degan ma'noda kelyapti. 아이들이 창조니에 익숙해지면 칭찬을 받지 못했을 때 ya'ni bu yerga qo'yadigan gapimizni topishimiz kerak bo'ladi biz. Ya'ni qaranglar. Kironada oldingi keladigan so'zlar va keyingi keladigan bilan topinglarchi shu yergacha bo'lganini. Aytib berdim sizlarga hozir. Ikkita gap bilan topsa bo'ladi. Lekin maqtov har doim ham bo'laversa, men davom ettirsam ya'ni bolani har doim maqtayversangiz, yalqovligi tutadi, bilasizlarmi? O'quvchilarni ham har doim maqtayversizlar, sizlar o'tasizlar, sizlar to'rtga bolasizlar, o'qiversanglar degan narsa bu xato. Har doim ham maqtayversa, bu siz kutgan natijani bermasligi mumkin degan gap qo'yishimiz kerak. Qaranglar. Lekin har doim ham maqtov bo'laversa, bu mana yong'yan ta'sir ko'rsatmasligi mumkin. Yaxshi chiqmasligi mumkin deyapti.
Bu yerdan kim davom ettirib ketadi? ikkinchi nuqtadan ustoz. Kim o'qib ketadi? Men o'qsam bo'ladimi? O'qing. O'sha bolalardan. Aydil o aydil i 장애 익숙 해지면 장일 받지 못했을 때 bolalar matematika o'rganib qolsa maqtov olmaganda o'sha maqtamaganda yo'qolish yoki mumkin. Qaranglar. Iksuk hada degani bu ko'nikma degani. Ko'nikishi. Ya'ni bolalar deyapti, maktabga ko'niksa, maktab olmagan paytida, ya'ni siqiladi degan gapni qo'yishimiz kerak bu yerda. Uning uchun bu gapni o'qib ko'rishimiz kerak. Undan keyingi bunday siqilish mobaynida deb ketishimiz kerak. Bunday pul kami, ya'ni nima desak bo'ladi? Tashvish desak ham bo'ladi. Pul ya'ni tashvishni oladi yoki nima desak bo'ladi? O'ziga anaqa nagruzka tushib qoladi, u ko'chaga masalan topib ololmayman degan qo'rquv bo'ladi. O'sha narsa kamton hissiyotni oladi. Bunday mana sizlarga javob. Pul kami kesob tevamyon uzluksiz bo'laversa, chingjan yeman ejon hage teoso ko'p hop Chokkunchok in hagvare keda halsu opta. Ya'ni bunday anaqa hissiyotni ololmagandan keyin uzluksiz bo'laversa, ya'ni ota-ona yoki boshqalar motivatsiya berib turish kerak o'quvchilarga. O'zida har xil hissiyotlar paydo bo'ladi. O'ziga ishonchsizlik paydo bo'ladi. O'sha narsani sizlarga bildirib bermoqchi. Ya'ni tashvish hissini desak ham bo'ladi. Pul kami nikida his qilganda desak ham bo'ladi. Bunday tashvishni uzoqlik bo'laversa, ya'ni davom etaversa, bola cho'kib qoladi deymiz-ku. Hop. Çok in hagvare keda halsu opsimnida. Ya'ni pozitiv natijani kuta olmaymiz dedi. Bola cho'kib qolgandan keyin undan yaxshi natija kutib bo'lmaydi. O'sha narsani sizlarga bildirib bermoqchi. Kim tushunmadi? 52siga kim tushunmadi? Yorubun. Tushunmagan narsalarni iloji boricha so'rab o'rganishga harakat qilinglar. Hop. Mikrofoningiz ochiqmi? Shuncha odam qo'lini tiklab turibdi. Ustoz yangi kelganlar haqida ma'lumotlar ham Hop. Yangi kelganlar
Hozir 51 sigin o'tdik. Zapisni yozib olyapman. Zapisdan ko'rib olasizlar darsni boshini. Yangi qo'shilganlar. Xo'p. 52 sigida esa bizga eng zo'r shablonlar berilgan. Ya'ni grammatikalarni shunday berib qo'ygan. Ya'ni qanday grammatika bilan boshlansa, shu bilan tugallanishi kerak bo'lgan grammatikalar berilgan. Ya'ni siz buni 51, 52, 53, 54 da ham bemalol foydalana olasiz. Shularni yodlab olishingiz kerak. Masalan, kivi hasonan nangoshi chotta. Ya'ni birorta ish qilish uchun nimadir yaxshi. Nan got potana, nan got chotta. Ya'ni bir nimaga qaraganda bir nima yaxshi. Ka iyondan ki temoninda. Masalan, birorta narsani sababini yozayotgan paytimizda yozib, masalan, sun'iy intellektni yozganimizdan keyin shu sababi edi deb tugatishimiz kerak. 52 da asosan shu narsalarni sizlarga berib qo'ygan. Boyagi bog'lovchilar, masalan, krona, kresa, irohan, ular sizlarga kalit javob bo'ladi har doim. Tushunarlimi? Tushunmaganlar bormi? Men sizlarga bularni o'zim yozib qo'ygan shablonlarimni tashlab beraman. Albatta, ko'rib olishlarini maslahat beraman. Asosan men hozir 53 sigini tushuntirib berishim kerak, chunki uni 2 gapi, 1 gapi borlar ham yoza oladi. Oddiy grammatikalardan foydalanib yozsa bo'ladi. Bu kitobni tashlab qo'yaman sizlarga, albatta foydalansanglar yaxshi. Chunki bunda boshda berib ko'rsatilgan hamma narsa shunga qarab yozsanglar bo'ladi. Xo'p. 53 sigi chosa ko'ga solmyon hage. Ya'ni chosa degani tekshiruv degani. Tekshiruv natijasini solmyon hada degani tekshirish degani. Ko'zdan kechirish. Ya'ni tekshiruv o'tkazmoqda. Ya'ni bu har doim o'tgan zamon bilan ishlar ekan. O'tgan zamon bilan. Hozirgi zamonda ayoyo yoki minida sinida bilan yozmanglar. Har doim asoyo osso, atta, otta, hetta deb yozamiz. Tushunarlimi? Masalan, 53 sigi mash tarzda bo'ladi. Mash tarzda bo'ladi. Ko'rinyapti hammaga? Ekran. Ko'rinyapti. Masalan, shu tarzda bo'ladi. Masalan, bitta grafik bergan, bitta mavzu bergan mana shu yerda, mavzu bergan. Shu mavzu haqida tekshiruv bo'ladi. Mana texan deb qo'ydi. Mavzu haqida tekshiruv o'tkaziladi. Keyin buni chosa kekvan shu joyda o'tkazilgan bo'ladi. Ya'ni 53 sigini o'zi asosiy qoidasi, masalan, men koreyslarga mana shunday bahoni chiqarib bergan institutda bitta sigini kerak bo'lsa 15 xil qilib ham yozsa bo'ladi. Men bitta sigini 15 xil qilib yozganim uchun mana shunday 30 dan 30 ballim qo'yib bergan koreyslar. Iloji boricha ishlatgan narsalarini ishlatmaysizlar bu sigida. Ikkinchidan, hech qanaqa ma'lumot qolib ketmasligi kerak. Uchinchidan, sizni sinonim bilish qobiliyatingizni ko'radi. To'rtinchidan, iloji boricha qo'shimchalar qo'shib yozganingiz yaxshiroq. Masalan, hetta bilan tugatmasdan hetchiman deb ketamiz yoki hettaga deb ketamiz. Qo'shimchalar bor-ku o'zida, grammatikalar. O'shalardan qo'shib yozsanglar, va bular zo'r bilar ekan bu bola. Bu qiz zo'r bilar ekan koreys tilini. Chunki men bu yerda bu katta grammatikani qo'llagan.
mana bu yerda boshqacha, bu yerda boshqacha deb o'zi fikrlab ko'radi koreyslar. Bu topik ekzameni shunchaki sizni psixologiyangizni sinash uchun ishlatiladi. Sizni bilim darajangizni ko'rish uchun. Bu bola qanchalik biladi koreys tilini? Ko'pchilik o'quvchilar ko'rganman deb 0 da o'qitgan o'quvchilarim bilan topik 2 ga olgan o'quvchilarning farqini bilaman. Nima desam bo'ladi? Shunchaki shablon yodlab ketadi. Lekin buni koreyslar biladi. Masalan, men hozir 3-kurs bo'lsam, 3 yildan beri koreyslar bilan o'qiyman-da. Bular koreyslar o'zingizda shablon yodlaganingizni shunday bilib oladi. Shablon yodlaganingizni bilib oladi. Uning uchun biz qo'shimchalar qo'shib yozsakgina, ular sizni bilim darajangizni bilib oladi. Ya'ni siz balingizni ham agar shablon bilan yozsangiz, bu shablon yozdi dedi, 3 ball shunday 40 tashlaydi. 3 ball, 5 ball. Iltimos mikrofoningizni o'chirib qo'ying. Shovqin kelyapti. Sizni ballingizni shunday kesib tashlaydi. Iloji boricha yangi grammatikalardan foydalanish kerak, yangi so'zlardan foydalanish kerak. Iloji boricha bitta ishlatgan narsani ikkinchi marta ishlatmaslikka harakat qilishimiz kerak. Tushunarlimi? 질문이 있어요, 여러분? 질문 없어요? 네. Endi men sizlarga oddiycha tushuntirib ketaman. Masalan, ekzamenga kiradiganlar bor, sigini bilmaydi. Ular uchun qisqacha shablon bilan oddiy yozishni o'rgataman. Hech qachon sizlar katta daraja bilan yozishga harakat qilmanglar. Masalan, chog'ibmi, chung'ibmi? Masalan, 53 ni chog'ib, chung'ib bilan aralashtirib yozinglar. Kog'ibga unchalik o'tib ketmanglar, chunki men bu ilgi tadqiqotlarim bilan ko'radi-da koreyslar. Men bu ilgisidan men bunaqa chiqib turibdi, tadqiqotdan men bunaqa chiqib turibdi, nimaga sigisi baland chiqib ketgan degan fikr bo'ladi. O'shaning uchun chog'ib, chung'ibda yozinglar. Xo'p, masalan, chosa kiguan. Bu joyni biladi. Mana shu joyda deb ketishimiz uchun bizga qo'shimcha yeso bor-ku, yeso. Oddiygina yesoni qo'yamiz. Yeso. Buni o'chiray. Yeso. Endi ko'ramiz. Sigida tesang bo'lishi ham mumkin yoki bo'lmasligi ham mumkin. Agar bo'lmasa tesang, shunchaki mavzuni o'ziga o'tib ketaveramiz. Ya'ni kodin hakyo churobsang. Tesangro, ya'ni katta darajali o'quvchilarni, bitiruvchilarning texan chinhak yo'l min chivop yo'le texan solmon chosare shilshi hetta. Ya'ni katta bitiruvchilarning texaq. Mana texaq deb qo'yganman bu yerda. Men bu yerda kodin hakyo. Texaq. Ikkalasi ham bir xil narsa. Kogib degandagi kodin mana. Mana bu te degani o'zi xanja. Xanjani bilamiz-a? Xanjalar masalan in bo'lsa inson bo'ladi. Te bo'lsa katta bo'ladi. Ha. Ya'ni kollejga kirish, mana chinhakriyul degani kollejga kirmoq degani, ya'ni institutga kirish desak ham bo'ladi. Ya'ni katta institutga kiruvchi o'quvchilarni haqida e'lon ekan. Tekshiruv o'tkazilayotgan ekan mana. Texan, kiray deb ketgan. Men buni texangacha yozasizlar. Bu yog'in yozilmaydi. Ya'ni 200-300 bo'g'in yozing deb qo'ygan joy bu. Texan, solmon chosari shishi hetta. Ya'ni tadqiqot o'tkazilyapti mana shu bitiruvchilar uchun tadqiqot o'tkazilyapti degan ma'noda kelishi kerak biz.
Hozir men sizlarga shuni yozishni o'rgataman. Xo'p. Boshlang'ich qismi bo'lmasa, sizlarni siginglarni tekshirmaydi. Boshlang'ich qismini ko'rmasa, sigini umuman tekshirmaydi. Ya'ni cho'sa kigvan joyga tezang, ya'ni obyektlar, ya'ni kimlar obyektlar. Chuje, ya'ni mavzusi. Ya'ni joy nomiga har doim yesoni qo'yib yozamiz. Yeso. Kengsa tezanga masalan, mana 60 se isan namnyo. Namnyoni ko'pchilik bilmaydi. Bu erkak va ayollar. Va tesangroq mana shu obyektlar. Chunki qaranglar, hozir o'zbekcha tushuntiryapman. Chunki birga registratsiya qilaman deb ikkiga qo'yib qo'yganlar ham bor oramizda, juda ham ko'p. Shuning uchun o'zbekcha tushuntiryapman. Iloji boricha o'zbekcha aniq qilishga harakat qilyapman. Ya'ni mana shu obyektlar shu mavzu haqida tekshiruv o'tkazishyapti. Texan so'mun cho'sar shishetta. Agarda mana bu tesang bo'lmasa, obyekt bo'lmasa, shunchaki yeso bilan texan deb ketaveramiz. Texan cho'sar shishetta yoki so'mun cho'sar so'munni qo'ymaymiz. Texan cho'sar shishetta tekshiruv o'tkazildi deb yozamiz. Endi men sizlarga mavzu beraman. Buni menga hozir kommentariyaga yozamiz. Mana kigvan, tesan, namnyo, chuje mavzu. Shuni menga hozir kommentariyaga yozib tashlaymiz. Nechta odam bor hozir bu yerda? Kommentariyaga yozamiz. Hammaga ovozim boryapti. Yozamiz kommentariyaga yozamiz. Men sizlarni ko'rib, xatolaringni to'g'rilab beraman. Qanday yozishni kerak edi? Xo'p, yorobon yana bir marta tushuntirib beraman. Ya'ni bizda qaranglar. Cho'sa kigan bu joy. Joy degan. Kigvan degan joy. Joy. Men bu odam deb yozlayman. Tesan odam. Saram bilan o'xshash. Chuje bu mavzu. Ya'ni mana shu joyda shu odamlar shu mavzuda tekshiruv o'tkazishyapti deb yozishimiz kerak. Men sizlarga hozir buni rasmga olib tashlayman va men buni ochib qo'yaman. Xo'p. Kanalni o'ziga tashlayman. Yozib tashlaymiz. Hozir men bu ochib qo'yaman. Ya'ni shablonlarni ochib ko'raman. Mana yozamiz endi. Ko'rdinglar-a? Yeso elrel tesangroy. Texan so'mun cho'sar shishetta. Shu narsani yozib ko'rsatinglar menga.
Kommentariyaga yozamiz. Tepadagi tashlab qo'ygan testimni yozib tashlaymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hozir yo'lda edim. Ma'qul bo'lyapti. Shuni bitkazasizmi? Zapis tashlab qo'yaman. Boyagi bitkazing, aytaman. Yorubon yozyaptilarmi, boshqalar yozyapsizlarmi? Aytaversanmi? Nimaga menga hech kim yozib tashlamadi? Yorubon. Menimcha qiyin narsa o'rgatmayapman-a? O'zim aytsam bo'ladimi shuni? Ha. Hozir. Og'zaki aytsangiz ham bo'ladi. Xo'p. Chavon. Bundan boshlaymiz. Ha. Namnyo, Chomon, 300 million tangro. Pongsa Holbong, Tehan. Solmun Chosari shirishi hetta. Qiyinmi ekan? Yo'q bo'lsin. Oson. Keyingisini menga kim o'qib beradi? Men o'qib bersammi? O'qing, ha. Keyin boshqalar o'qiydi. Yo'qsa Tehak 200 million euro. 500 tangro. Yo'qsa Entik Ajoyib. Endi keyingisida tesang yo'q ekan. Kiguan bilan Chosa Neon bor ekan. Chosa Neon bu mavzusi. Xo'p, kim o'qib beradi menga? Tortinish yaramaydi, Yorubon. Tortinsanglar shunaqa savodsiz bo'lib qolib ketasizlar. Agarda o'qisanglar, masalan, xato qilsangiz uni to'g'rilasa bo'ladi, lekin umuman ishlamagandan xato qilgan 1000 marta afzal. Xato qilgan odam hech bo'lmasa tushunadi, lekin umuman qimirlamaydigan odamdan qo'rqish kerak dedi. Kim o'qib beradi menga 3-chini? Yorubon kim o'qib beradi? Men o'qiy. Tushunolmayapmiz deb yozibdilar. Menimcha oson. Men o'qib bersammi? O'qing. 3-chini. Tonki. Chiyok Tehan. Chosaril Shishiyetta. Ajoyib. Chosaril Shishiyetta. Nimaga Solmun Chosaril Shishiyetta demadik? Tesang yo'q edi. Tesang yo'q bo'lsa, Solmun Chosaril qo'yilmaydi. Chosaril Shishiyetta. Yoki Chosaril hayotda desak ham bo'ladi. Yoki oddiygina Chosaril hetta desak ham to'g'ri bo'ladi. Tekshiruv o'tkazildi. Tekshiruv bo'ldi. Tushunarlimi? Ha, bu sizlarga uyga vazifa tashlab qo'yaman. Ya'ni bizda endi grafiklar tushadi. Har doim
grafiklar tushadi. Hozirda tushib turgan grafiklar bunday, bunday va bunday. Eng ko'p uchrab turganlar bunday. Shular bo'ladi, ya'ni men bilan hozirda yo'q menimcha. Men ko'rmadim, masalan, 5-6 yildan beri ekzaminga kiraman, yo'q. Xo'p, endi qaraymiz yorobon, ko'proq biza 10-testlar borku ilkida ekan. O'qiymiz, 10-chi, 4-chi testlar bor masalan, ilkida qismida ekan. O'sha ilki qismidagi tushgan narsalar hammasi segida keladi. 50 segida keladi. Grafiklar masalan bir-biriga qarab, men bu zamonda, men shu yilda mana shunaqa ko'tarildi, tushdi degan narsalarni yozishimiz kerak bo'ladi. Uning uchun bizlarga grammatikalarimiz kerak. Asosan masalan qaranglar, sizlarga tushuntirib beraman ikkita grafikdan. Eng kattasini yozishimiz kerak. Birinchi bo'lib, eng kattasini yozamiz. Undan keyin o'rtada nechtani yozsak ham mayli, 3 ta, 4 ta virgul qo'yib ketaveramiz o'rtaga. Oxiriga masalan makro deb yozib ketishimiz shart. Chunki boshida eng katta foizi bilan eng kichkina foizini alohida yozishimiz kerak bo'ladi. Undan oldin biz mana shu grafikni boshini yozishimiz kerak. Ya'ni annan bilan yozib ketsak bo'ladi. Annan va grafikni eng kattasini yozishimiz kerak bo'ladi. Men sizlarga yozish qoidasini tushuntiryapman. Mana shu qoidalarsiz yozsangiz gapingiz chiroylashib ketadi. Undan oldin mana qaranglar. Oson deymiz yoki monjo deymiz. Avvalambor birinchi bo'lib, masalan yoki cho'chchani yozsangiz ham bo'ladi. Cho'chcha, tulcha, setcha deymiz-ku. O'shalardan ham yozsak bo'ladi. Masalan, cho'chcha 40% roq qajangnob keladi. Eng kattasi bo'lib ifodalandi. Tamro deymiz, keyingilari mana ikkinchi bo'ldi. Eng kichkinasi makro -% bo'ldi deb yozishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni biza mana bu anaqalarga, mavzulariga iga bilan yozib ketsak normalniy bo'ladi. Iga bilan yozamiz. Oxirgisiga masalan mana bu yil bo'lsa nyon-yenin yozamiz. Nyon-yenin desak yanada to'liqroq bo'ladi. Yil bilan bo'lsa nyon-yenin. Agarda foiz bo'lsa oddiygina ro bilan yozamiz. Ro. Bu ikkala grafik, ikkalasi pastda bir xil. Bu ham. Prosta buni mavzusi mana pastda, foizi tepaga. Bunda to'liq kelgan. Bular ham shunaqa. Tushunarlimi? Hozir bitta ko'rib ketamiz. Masalan, qaranglar, mana bunaqa grafik tushishi mumkin. Masalan, 2015-yilda 668 dan 2016-yilda 811 ga ko'paytirildi. Ya'ni oshdi. Keyin deymiz, to deymiz, yana desak ham bo'ladi. To deb oddiy yozishni o'rgatyapman sizlarga qisqacha. Bularga ham ball beradi. To 2017-yilda 675 ga tushib 2018-yilda yana mana shu yozishimizga yana 722 ga oshdi. Biz shunaqa qilib tartib bilan yozishni o'rganishimiz kerak bo'ladi. Tushunarlimi? Masalan, boya birinchi ko'rayotgan tarjima qilib beraman. Men asosan sizlarga 53 ni tushuntirib berishim kerak. Xo'p, qaranglar. Mana bizga o'sha boshlang'ich qismini o'rgandik-a, yorobon? Mikrofon. Boshlang'ich qismini o'rgandik-a? Xo'p. Endi ko'raman. Biz buni tugatganimizdan keyin birinchi grafikimiz, ya'ni 1
2 va 3. 3 ga bo'lib olamiz. 3 ga bo'lib olganimizdan keyin biza birinchini yozishni boshlashimiz kerak. Mana bu 3 dan boshlabki 2 ga o'tib, unaqa qilib yozish mumkin emas. 1, 2, 3. Ya'ni bir tomondan boshlanadi hammasi. Avvalambor sizga bitta yoki ikkita grafik berib qo'yadi. O'sha grafiklarni yozishni o'rganishimiz kerak. Buni Chogupda o'qib yurgan bolalar ham yoza oladi. Ya'ni birinchi bo'lib mavzusi turadi mana shu yerda. Mavzusi top 2 masalan ekzamenga kiradiganlar uchun yaxshi bo'ladi bugungi darsimiz. Ya'ni oddiygina andan qo'yib ketamiz. Andan iga qo'ymaymiz, chunki bu joy nomi bo'lishi mumkin yoki narsalar nomi bo'lishi mumkin. Andan qo'yib ketamiz. Tushunarlimi? Keyin biza e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsalar, ya'ni yillar bo'ladi. Yillar va foizlar. Keyin ikkita ekan, mana bu tayoqcha ko'ramiz. Ikkita ekan. 1, 2. Birinchi bo'lib mana buni yozamiz. Bu ikkita odam, ikkita shaxs desak bo'ladi. Ikkita shaxs. Biza mana shu ko'ramiz. 2013 da mana shu shaxs 2 marta ekan, mana. Mana shu 2013-yilda mana shu shaxs 72% dan 2015-yilda 70% ga tushibdi. Keyin 2017-yilda yana 68% ga tushibdi. Shuni yozishimiz kerak. Keyin buni ikkalasini bog'lab ketadigan grammatika qo'yamiz. Yo jimanni qo'ysak ham bo'ladi, panmion degan grammatikalar bor. Ularni qo'yib, bir-biriga bog'lab ketishimiz kerak bo'ladi. Men sizlarga hozir yozish strukturasini o'rgatyapman. Bu ustoz nimalar deyapti, menga nima deb javrayapti demanglar. Prosta men sizlarga yozish tartibini o'rgatyapman. Bu yoqdagi grammatikalar qo'yib yozishni o'rgatib ketaman. Ya'ni buni men bu yoqdan boshlab ketib yozib aniq qilsanglar, xatoga kirib ketadi. O'shaning uchun bir tartibda yozishni o'rganishimiz kerak bo'ladi. Tushunib boryapsizlarmi? Tushunayotganlar plus belgisini tashlaymiz oxirgi yozilgan kommentariyaga. Tushunyapsiz. Keyinchalik qaranglar. Ikkita shaxs bor bu yerda, to'g'rimi? Ikkita shaxs. Birinchi bo'lib buni yozamiz. Yillari bilan buni yozishimiz kerak bo'ladi. Chin Hakryol. Masalan, Chin Hakryol. Endi ko'ramiz. 2013-yilda Chin Hakryol Kyongo deymiz, ya'ni holatda yoki Sanhang desak ham bo'ladi. Holati 2013-yilda 72% dan 2015-yilda 70%. 2017-yilda esa 68% ga tushdi yoki kamaydi. Kamaymoq kim biladi? Kamsohada. Yana Churotilda. Ana ko'rdingizmi? Bilar ekansiz. Ya'ni kamsohetta deymiz. Yoki kamsohetjiman panmyone deb kelsak ham bo'ladi. Panmyone keyin buni yozamiz. Sanhangni yozdik, endi Kyongoni yozamiz. Kyongo masalan, bu ham holatda degani. Yoki anaqani yozib ketsak ham bo'ladi. Napoda. Grammatikasini kim biladi napoda? Ga qaragandami? Ga qaraganda, ya'ni Chviopryolga qarasak deb ketamiz-da. Ga qarasak, ko'rmoq degan poda. Ko'rmoq. Ya'ni bu yoqqa qarasak 2013-yilda 30% dan 2015-yilda 33 ga ko'tarilib to deymiz yana. Oddiy yozishni o'rgatyapman. To yana
to yana 2017-yilda 36% ga yana ko'tarildi deb yozishimiz kerak bo'ladi. O'sha yerda chumchoq Chingahon G'ozron Unaqa qilib yozsak ham bo'ladi. U shablonlar bo'lib ketadi-da. Ya'ni ko'tarildi deb ifodalandi yoki ko'tarildi deb qo'ysak ham bo'ladi. Qarang endi. Boyaga o'rgatganimdek Chosari shishetta, ya'ni chosa kolgoy tarmiyon degan narsani yozib ketishimiz kerak bo'ladi biz. Ya'ni tadqiqot natijasiga qaraganda yoki chosa kolgoy salpiyopomyon, ya'ni tadqiqot natijasini sinchiklab qaraganda degani. Va mavzuni yozib turamiz. Mana shu yerga mavzuni yozamiz. Qaranglar, annan qo'yamiz dedimi? Annan. Boya. Annani qo'yib ketib, keyin yildan boshlaymiz. 2013-yilda 72% dan 2015-yilda 70% virgul qo'yib turib, yana 2017-yilda mana oxiriga har doim enni qo'yasizlar. Ya'ni bu tugallashini bildiradi. 68% kamsohan g'osro natanatda. Ya'ni kamaydi deb ifodalandi. Natanada, paysengada o'zi asosan mana shu natanadan ishlasanglar yaxshi bunga. Grafiklar uchun maxsus so'z. Kamsohan g'osro natanatda ifodalandi deb tarjima qilsak bo'ladi. Xo'p, endi buni yozib bo'ldik-a? Buni yozib bo'lganimizdan keyin bunga o'tishimiz kerak. Bunga o'tishimiz uchun birorta grammatika kerak bo'ladi yoki birorta so'z kerak bo'ladi. Bunga masalan kamsohan g'osro natanat jiman deb kelsak ham bo'ladi. Jiman bilan bog'lab kelsak ham bo'ladi yoki panmiyone bu tarafdan qaraganda, iroine bu tarafdan qaraganda tvi opriur an va bunga ham andan qo'yiladi. 2013-yilda 30% dan har doim yesa qo'yamiz. 30% dan 2015-yilda 33% virgul qo'yib turib, 2017-yilda mana yana 36% chingayetda. Ya'ni ko'tarildi. Chingayettaga kim sinonim biladi? Chingahetta. Sasınhetta. Sangsinghada yana Nuronada. Kamsohada, Chingahada, Sangsinghada, Nuronada hammasi ko'tarilmoq. Kamida Ollakada, O'rida, Manajotda hamma sinonimlarni ishlatib yozsanglar bo'ladi. Iloji boricha bitta ishlatgan narsalarni ikkinchi marta ishlatishga harakat qilmanglar. Tushunarlimi? Endi bundan keyin biz voninni yozishimiz kerak. Ikkinchi bo'lib voninga o'tishimiz kerak bo'ladi. Vonin, ya'ni mana shularni sababini yozamiz. Sababini va cho'ngmang degani kelajak. Ya'ni kelajakda qanday rejalari bo'lishini yozishimiz kerak bo'ladi. Asosan vonin hammasigida bo'ladi, cho'ngman ham bo'ladi. Tushunarlimi? Irohan deb ketamiz. Buni sababi bo'lgandan keyin Irohan yonsangni natanan voninaro. Men bilan kerak emas. Irohan chingahan voninan deb ketamiz endi. Osonginasi shu. Irohan chingahan voninan vonin aro bular mana ko'payib ketganda bular. Irohan chingahan voninan techul chaye chigopnan shim haysu ma shimada bo'ladi-da bu. Shim haysu yoki temunidan qo'ysanglar ham bo'ladi. Mana bu eng zo'ri tilsuitda. Tilsuitani qo'yib ketsanglar ham bo'ladi. Qisqacha yozasizlar. Men bu narsalar kerak emas. Cho'tche, tulche degan narsalarni ishlatmasanglar ham bo'ladi.
Mana bu ikkalasida masalan yozib ketgandan keyin ham va gva borku bilan va keyin tilsoitda ke temunida shular bilan ishlatib kelsalar normalniy bo'ladi. Ya'ni endi sizlarga bog'lovchi. Shu ikkalasi sizlarga bog'lovchi bo'ladi. Mana bu yerda hada bo'ladi. Fe'l sifatni ajratib bilishimiz kerak. Shimada, shimxva hada. Tushunarlimi? O'shaning uchun ko'proq lug'at yodlayman deyman. Lug'at yodlagan odam hech qachon kam bo'lmaydi. Mana shunaqa paytlarda ham mana shu hadasi tushib qoladi har doim. Hada tushib qoladi. Yoki heso deb kelsak ham bo'ladi. Heso asosini qo'yib kelsak bo'ladi. Heso chigo kyu sol kyoyuk kanhwa hegi temunida normalniy bo'ladi. Shunday yozsanglar, bunga sizlarga 7 ball beradi. Temunida. Mana shu asosi ham zo'r ball beradi. Asosan mana shu temunidani yozishinglar kerak. Ya'ni vonin iyo bo'lgandan keyin albatta sizlar temunida bilan tugatishinglar kerak. Tushunarlimi? Kamida 20 dan baland ball beradi. Shunaqa qilib yozsanglar. Hozir men o'rgatganimdek qilib yozsanglar 20 dan baland ball beradi. Chunki men sigini bitta mana shu sigini 15 xil qilib yozish usullarini bilaman. Hozir men sizlarga bitta shaklini o'rgatyapman. Xudo xolasa keyingi hafta dars o'tadigan bo'lsak, bularni boshqachalarni ham o'rgatishim mumkin. Chongman bu kelajakdagi rejasini bildirishi kerak. Ya'ni bundan keyingi rejalarini sizlarga tushuntirib beradi. Xo'p. Yaxshi. Endi ko'ramiz. Chongmanni har doim tarasoy bilan boshlab ketsanglar yaxshi. Buni juda ham uzaytirib yozgan. Bu bizga kerak emas. Mana shu narsa bizga kerak emas. Taraso. Taraso aproni deb kelsak, kelajakda va mana shu chongmal teta yoki chongmal yejongdalar bilan tugatsak normalniy bo'ladi. Bu yerda hozir elgosoro chongman teta deb qo'ygan. Bu ham normalniy shablon. Prosta Taraso Voninan 2030-yilda Terraktina Xriurel 60% ro mana Kejeli Gotaro chongmal teta yoki yejongda bilan tugatib qo'ysak bo'ladi. Sigini iloji boricha bitta ishlatgan narsangizni ikkinchi marta ishlatmaysiz. Ikkinchidan qoidasini aytib o'tayman. Ikkinchidan sizlar katta darajada yozmanglar. Iloji boricha sodda yozishga harakat qilinglar. Masalan, mana shu ketemunida hesolar bilan yozsanglar normalniy ball beradi. Kimda savollar bor? Yorubun. Hozir mikrofonlarni ochaman. Kimda savol bor? Bugungi dars bo'yicha bo'lishi mumkin yoki tushunolmay qolib ketgan joylaring bo'lishi mumkin. 질문 있어요, 여러분?
Opsoya? 54 o'tmaymizmi? 4 sigi bo'yicha dars o'tmaymizmi? 54 sigi bo'yicha dars o'tmaymiz bugun. Chunki 54 sal qiyinroq bo'lib ketadi sizlarga. 54 bo'yicha hozir shablon yozyapmiz asosan. Ya'ni 50 ta mavzuga doir shablonlar bilan yozishni o'rgatyapmiz kurslarimizda. Bundan oldingi video men o'tgan dars ko'rishinglar mumkin. Unda ilk-ketikini tushuntirib berganmiz va sigini Mahmud Semni o'zlari tushuntirib berganlar. Hozir men ular yozgan narsani men sizlarga tushuntirib berishga haqqim yo'q. O'sha darslikni ko'rib olsanglar, sigidan darsimiz bor. O'sha darsimizda aytib ketganman, 51, 50, 53 ni adini tushuntirib beraman degan edim. Chilmoni Soya yorobon. Keyingi darsimiz qachon va nima mavzu bo'yicha bo'ladi unda? Keyingi darsimiz Xudo xohlasa ilk-ketki bo'yicha o'tib berishga harakat qilaman. Va bir kun Mahmud Sem bilan reja qilyapmiz hozirda. Maragi darslarini yo'lga qo'ymoqchimiz. Koreyada yashayotganlar maragim past deydigan o'quvchilar uchun maragi darsini ham ochyapmiz. Hozirda topik 2, topik 1 darslarimiz bor. Keyin bepul kanalda darsimiz Xudo xohlasa keyingi hafta yakshanba kuni o'tib berishga harakat qilaman. Unda 51, 52, 53 va sigin aytib ketdim-ku. 20 gacha bo'lgan testni tushuntirib beraman. Qo'limdan kelgancha 20 gacha bo'lganini tushuntirib berishga harakat qilaman. Keyingi hafta yakshanba kuni imtihon kuniga to'g'ri keladimi? Demak, undan bir kun oldin uni reja qilamiz. Chunki hozir bugun dars o'tdikmi? Demak, orada 3-4 kun pauza bo'lishi kerak. Uni kanalga tashlab qo'yamiz. Qanchalik sizlar faol bo'lsanglar, uyga vazifalarni vaqtida tashlasanglar, masalan, men sizlarga mana bu stigilardan tashlab turaman. Uni yozib, kanalda faol bo'lib tursanglar, albatta dars o'tamiz. Xo'p. Yorobon Chilmoni Soya. 없어요? 네, 여러분은 오늘 수업이 끝납니다. 안녕히 계세요. 다 감사합니다.